Assalomu alaykum mushtabdagi qarindoshlar. Tunigining yog'i milliy ruh to'g'risida nihoyat yaxshi ko'z qarashlar o'tirib qo'yilyotdi. Bizning milliy ruhimizning tugab ketganligi, milliy ruhimizning ajizlab ketganligi, milliy ruhimiz ba'zi bir narsalarning ta'siriga uchrab, xurofot, bid'at bir narsalarning ta'siriga uchrab, o'zimizning millatini umumyuzlik unutganligimiz, madaniyatimizni, urf-odatlarimizni nurg'un o'zimizning qahramonlaridan tortib hammani unutib boshqa bir yerdagi odamlarning qahramonligidan o'gindigan, o'zimizdan tarixda hech qanday qahramon chiqmagandek, o'zimizning tarixidan nurg'un inqilobchilar, nurg'un adolatparvarlar, haqiqiy insonlar chiqib boqmagandek, mana shunday bir yerga nima so'rab ketgan desa, xurofot so'rab ketgan. Shuning bilan birga men qarindoshlar birsininki millat degan gapning o'zi musulmon degan gap deb ikkisini birlashtirib so'zlayotganlik to'g'riliq gap qildi. Demak, millat degan gap, musulmon degan gapni qilayotgan odam ku desa, o'zi iymon keltirgan Qur'onning nima ekanligini bilmaydi. Qanday kitob ekanligini, qayerda nima deyotganligini bilmaydi. Shunga Qur'onni o'qi, Qur'onni tafakkur qil, Qur'onni o'rgan deyishimizga sabab shu. Shu natijangizni men oyatni xato so'zlab qo'ydim, sening men xato delanmay, orqamizdan uning bilan kurashma, gaplashma, uning xotni taloq, o'zi kofir, namozini tushasan olmaydi, uyga borsan olmaydi deb biljirlayotgan saranglar. Qur'ondan bir tal oyatni xato deb qo'ysak, magi oyatni xato deb qo'yding delanmaylik. O'tganda birisi chiqibdi keras. Azroq xato deb bir yeri azroq yer xato ketdi-ki, shu oyatni xato deb qo'ydi deganda shu zaman kechirim so'radik. 10 yilingizda da'vatganimiz mana shu. Qur'onni o'qimaydi. Qur'onni bilmaydi. Bilmasdan o'zini dinning dushmani qilib tarbiyalab, sen diniy olim bo'lding deb qo'liga bir tal qog'ozni berib qo'ysa, men dinning professori bo'ldim deb dinning mushu millatning o'limosi bo'lib yuriydi. Amaliyat o dinning professori emas, o dinning buzg'unchisi qilib chiqarib qo'ygan. Nima uchun buzg'unchisi qilib chiqarib qo'ygan desa, Qur'onni egiziyaga olib qo'yib, Qur'onni 5-6 pora o'qitib qo'yib, boshqa narsani din deb o'qitib ketgandan keyin Qur'onning oyatlarini haqiqiy tafakkur qilib, Qur'on zoti qanday bir jamiyat, qanday bir insonlik, qanday bir davlatchilikni o'ttirib qo'ydi, uni bilmasdan boshqa bir nimalarni din deb ketib, Qur'on qanday bir millatchiliklarni o'ttirib qo'ydi, qanday ruhni o'ttirib qo'ydi, millat degan nima, uni nimani millat deydi, nimani ummat deydi, bu narsalarni qat'iy o'qitmagan u nimalarga asosida. O'qitmagan. Ular o'zicha shuni boshqa bir narsani o'qib, men dinning olimi bo'ldim deb chiqib. Dinning olimi emas, dinning buzg'unchisi. Dinning olimi degan nima desa, Alloh nazil qilgan shu Qur'onni, ya'ni o'zi iymon keltirgan shu Qur'onni haqiqiy o'zining shu Qur'onda da'vatgandek o'ttirib qo'ya olgan odamni dinning olimi deymiz. Mayli u arabcha bilsin, mayli bilmasin, arab tilini bildigan ne kommunistlar var, arab tilini bildigan nurg'un xristianlar var, nurg'un yahudilar var, arab tilini bildigan. Nurg'un dinsiz insonlar var, har xil dinga kirib ketgan. Arab o'zi, millatimi arab, tilimi arab, hem arab tilini biladigan ashundoq. Bu dinni bilish uchun Qur'onni tafakkur qilish kerak. Biz sizlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik degan Sura Hujratning 13-oyatini yo'llab qo'ydim. Sura Fatirning 28-oyatini yo'llab qo'ydim. Sura Rumning 22-oyatini yo'llab qo'ydim. Mushu oyatlardan dunyoda insonlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qilganlik chiqib turdi. Millat degan gap musulmon degan gap emas. Millat degan millat u. Biz islom dinini qabul qilmagandimi Uyg'urdik. Hozirmi Uyg'ur. Bizning Uyg'urligimiz bilan dinimiz ikki narsa u. U e'tiqod ayrim bir narsa.
Bir milletning ichidan shu dinni qabul qildiganim bor, har xil dinni qabul qildiganim bor, din degan narsani e'tirof qilmaydiganim bor. Biz Uyg'ur xalqi asosan musulmon bo'lsak, islom dinini qabul qildiganim bor. Lekin hammasi shu desa Uyg'ur. Uyg'ur. Biz islom dinini qabul qilishdan burunmi Uyg'urdik. Tarixdan tortib, hozirmi Uyg'ur. İslam dininden umumyüzlük chiqib ketsinmi, yana Uyg'ur bu millat. Umumyüzlük İslamga kirib hammasi taqvo musulmon bo'lib ketsinmi, yana Uyg'ur. Musulmondachilik ayrim narsa, o e'tiqod ayrim narsa. E'tiqod ayrim narsa, millat ayrim narsa. Millat deganni qanday qilib yaratganligini Allah hatta o'zininki qudrat kamoli sifatida biz sizlarni har xil millat qilib yaratdik. Mushunda millatni sizlar qanday qila oladinglar deb insoniyat dunyosiga maydon o'qib qo'yib turib, millat qilib yaratganligini ochiq deb qo'yaylik. Ochiq deb qo'yaylik. O millat ayrim narsa. Millat ayrim narsa. Musulmondachilik, o islom diniga kirish, o ayrim narsa. Yani islomni e'tirof qilish yana ayrim narsa bo'lsa, islomni e'tirof qilib turib, boshqa e'tiqod bo'lish umi ayrim narsa. E'tiqod ayrim narsa, islom ayrim narsa. Islom barobarlik, ittifoqlik, birlik degandek ma'nolarni beradi. Bir odam bir jamiyatda shu barobarlikka, shu ittifoqlikqa, shu birlikka, shu tinchlikka kelib, agar bizning islom dini degan dinni qabul qilmasdan, ya'ni musulmon bo'lmasdan yashayversa shu desa, shu islomning ichida yashagan, lekin boshqa e'tiqoddagi odam bo'ladi u. Boshqa e'tiqoddagi odam bo'ladi. Shuning uchun e'tiqod boshqa, islom boshqa. Bizning dinimizning ismi shu desa islom dini. Islom dini. O'zimiz shu desa Uyg'ur. Mayli islom dinini qabul qilishdan burungi davrdami Uyg'urdik. Hozirmi islom dinini qabul qilganlarmi Uyg'ur, qabul qilmaganlarmi Uyg'ur. Har xil dindikilarning ichida har xil dinni qabul qilib olgan Uyg'urlarmi Uyg'ur. Bu millat qildik sizlarni deb mushunchalar oyat so'zlab olsa, hech nima yo'qla chiqibla millat degan gap, musulmon degan gap. Mana mushun nima desa, shu asos jihatdan o'zi iymon keltirgan Qur'onning nimaligini bilmasdan, boshqalar uningdan yiroqlashtirib, sen dinning olimi bo'lding deb qo'liga bir qog'ozni tutqizib qo'ysa, o'zining dinning dushmani bo'lib qolganini bilmasdan, men molla deb yuraverdi jamiyatda. Yuqorida Hoji Qutlug' apandi milliy kimlik bilan diniy kimlikni tilga elib, milliy kimlikni yo'qotganlik to'g'risida bu yozmani yozibdi kichkinam. Qisqa qilib tushunishli qilib. Endi mushu millat degan so'z bilan musulmon degan bu ikki so'zning o'xshashligini birisi boshqa bir to'pda shunda tushuntiribdi. Millat degan gap arabcha gap, bu musulmon degan bilan o'xshash. Bizningki xalqimiz musulmon bo'lganligi uchun shu o'zini millatning nima desa, alhamdulillah musulmon deb tushundirgan, ikki gap o'xshash. Musulmon deganmi, millat degan gap, millat deganmi, musulmon degan gap degan narsadan tushundirib. Demak, Uyg'ur degan gap, Uyg'ur millati degan gap mushundaq bir tushuntiribdi-da endi. Bizdagi tushuntirishlar mana shunga o'xshash bo'lib keldi. Tövəndə Ahmedcan nəhayət yaxşı gap qıptı. Bizdə ibrat eliş yo'q. Şu vaqtdan tatib hozirgacha ibrat olmayapmiz biz. O'xshash yo'lda menyapmizda. Hech qandaq bizda yangi fikr, yangi bir dunyo qarash, dunyoda milliy manfaatimizni chiqish nuqta qilgan dushman prinsiplarini belgilash deydigan manda bir ideyalar bizde paydo bo'lmadi. Shunlashqa qilgan ishlarimizda natijami yo'q. O'ttirimizda birlikmi yo'q. Shun hech qanday ishimizningki hozirgacha unumi bo'lmayotdi. Agar mushunda bo'lsa, ya'ni o'xshash ana debdiki, mana debdi, aya görüptü, maya görüptü, Xitayni onu debdi, Xitayni bunu debdi degan narsa bilan yani 100 yillab Uyg'ur hayot bo'lsa, yashashimiz mumkin chet eldagilar. Ya'ni
ümit şu vatandagi millatimiz shulardan chiqishi mumkin yana. Burunmi shulardan chiqqan nurg'un bizning inqiloblarimizga qatnashganlar chet ellarga ketgan. O'tirasiga chiqqandan keyin ko'rdik ularni. O'xshash. Ammo vatanda nurg'un ishlar bo'ldi. Nurg'unlar itildi, o'ldi shu yo'lda. Vatan uchun xizmat qildi. Buningdan keyin yana 100 yillardan keyin 70-80 yillardan keyin vatanda bo'lishi mumkin. Chet eldagilar mushundaq so'z bilan millating nima, dining nima deb ma'nosi andaqdi bir millat degan narsada birlikka kelanmay, men Uyg'ur delanmay yanalamishadi turib, vatanimizni Uyg'uriston, Uyg'urning zimini delamay, zimin mening delamay tuyab ketishimiz mumkin. Yuqorida shu milliy ruh to'g'risida yaxshi gap so'zlar bo'lyotdi. Buningga Hoji Qutlug' afandim, Ahmadjon bular o'zining fikrlarini yaxshi o'tirg'i qo'yib, yezib, tushunchalarni berdi. Hamidmi yaxshi so'zlayotdi. Alloh tabarak va taoloning yuqoridagi oyatlarini shuningga muvofiq yo'llabdi. Allah Teala'mı hiç qachon insonlarni birla odam, yoki birli millat, yoki birli qavm demasdan uni nurg'un millatlarga bo'lganligini bek ochiq oyatlar bilan bizga bayon qilib tushuntirib beryapti-da. Lekin bizning odamlar bo'lsa, bunimi bir chetga qayirib qo'yib, fakat taş millet musulman dağcılık, musulman mı millet deganlik mi, musulman deganlik deb hamma narsani müşege ekip taqab bizga tushuntirib keldi hozirgacha. Mushunda bir tushunchada bo'lganligi uchun yuqorqi biz davatqanga o'xshash milliy ruh bizda yo'q. Milliy ruh yo'q. Payg'ambar alayhissalom Makka Madinada ib bo'lgan ish harakatlarmi bizga to'g'ri bir konkret ne emas, faqatla shu ibodat shakllariga tushuntirilganda, uningda boshqa hech qanday bir ish yo'q. Shunga bizdagi bu o'zgarishning yo'qligi o'xshash. Burun qanday bo'lsa hozirmi shundaq buni jiq deb ketdik. Shunda o'zim men deyishga to'g'ri kelib qoldi ekan. Shu o'xshash biz hech qachon bizda yangi fikr, yangi ideyalar yo'q. Dunyoga moslashib harakat qila oladigan, o'zimizning milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, milliy manfaatimizni chiqish nuqta qo'yib turib, prinsiplarimizni belgilashning o'rniga boshqa tushunchalarda bizda hozir boshqa ideyalar shakllangan. Endi buni bekil konkret deb ketay desak, yana adam ba'zi yerlardan mesela to'xtab qilishga to'g'ri keldi ekan. Qarindoshlar, shuni hammamiz bir izlasak, ayni zamondagi shu 1400 yilning oldidagi Makka, Madina xalqiga, shu vaqtda yashagan xalqqa, shu jamiyatga, shu vaziyatga, shu vaqtdagi insonlarning ijtimoiy hayot munosabatlariga bir qaytib bir narsani tushunib baqsaq, texmi yaxshi tushunimizmikin deb o'ylayman men. Ba'zi bir tushuntirilgan diniy tushuncha deb bizga tashviq qilinib kelgan barliq ideyalarni biz shu vaqtida yaxshiroq tushunib analiz qila olamizmikin deb o'ylayman men.